shunaqa yaxshi kunda yig'ilimizni sizlarning oilanglarga tinchlik totuvlik tilayman, baxt saodat tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarni tabriklayman bayramlar bilan. Oqilat ayollar harakati rahbari Amrayeva Mavkar Amiljonova. Muhsinova Baqiyoxon Azizjon qizi. Kamtarin mehnatimizni shunaqa e'tirof qilinganiga juda ham boshim osmonga yetdi. Men uchun yangi shijoat bilan ishni davom ettirishga ilhom baxshida qildi bu mukofot. Hukumatimizdan, ayniqsa prezidentimizdan juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Bizani oz mehnatimizni qadrlab, yuksak darajada e'tibor bildirganlari uchun muhtaram prezidentimizga, Toshkent shahar hokimiyati rahbariyatiga chin dildan minnatdorchilik bildiraman. Albatta, biz shunaqa chiroyli el yurtimizda xizmat qilar ekan biza, albatta yurt nazarda ekan biza. Yurtga kerakligi ham biza. Men bugungi berilgan mukofotdan o'zimga juda katta mas'uliyat oldim va ishlarimizni yanada bundan-da rivojlantirib, elimiz, yurtimiz, O'zbekistonimiz ravnaqiga o'z hissam qo'shaman degan umiddaman. To'g'risini aytaman, kutilmagan mukofot bo'ldi. Kamtarona mehnatimizni shunaqa e'tirof qildilar muhtaram prezidentimiz. Payt bo'ladi, o'zimga o'zim aytaman. Qiyinchilik paytlari aytaman, menga zararmas. Ya'ni mehnatingizni bir qadrlashmaganda yoki bir qiyin sharoitlarda o'zimga o'zim har doim ichimda yetardim. Lekin bugun juda ham afsuslandim shu o'yladan. Bunaqa e'tirofdan keyin yana ham ko'proq mehnat qilgis kelar ekan. Ko'rinib turgandir, juda hayajondaman. Kutilmagan olamshumul voqea bo'ldi. 25 yildan beri qilgan jamoamiz bilan, oilamiz bilan qilgan mehnatimiz mana bugun prezidentimiz tomonidan e'tirof etildik. Yana hurmatli shahar hokimimiz qo'llaridan olishga erishdik. Mana sabr qilib, halol mehnat qilib, mana shu yurtning ravnaqi uchun, oilalarning barqarorligi uchun, oilalarning tinch xotirjamligi va har bir oila tadbirkor bo'lishi uchun, qolaversa kambag'allikdan chiqarib olish uchun qilayotgan sa'y-harakatlarimiz, mehnatlarimiz, fidoyi tadbirkorligimiz samarasi deb bilaman. Yana qaytaraman, bu faqat meniki emas, barcha ayol tadbirkorlar, oilaviy tadbirkorlik bo'lganligi uchun oilamizniki, opa-singillarimizniki, ota-onamizniki, men bilan yelkadosh bo'lib yurgan 100 dan ortiq xodimlarimizniki, barcha viloyatdagi xizmat qilayotgan mutasaddi xodimlarning yutug'i deb bilaman bu narsani. Bu bizga katta kuch va ishonch berdi.